Assalomu alaykum. Sheetni tushuntirib o'taman. Standart mana bu panel qo'yadigan ustalarimizni 3 tasini qo'yadi, bitta relay напряжение qo'yadi. 4 ta bo'ladi. Mana relay напряжение bor. Bu yoqqa sig'maganligi uchun u yoq ishchi moldagi sheetda turibdi relay, ishchidan chiqishida. Menda hozir mana bular qo'shilgan. Bularning vazifasi отдельный. Kirish toki menda birinchi bo'lib ishchi relay напряжениеdan kelib bunga tushadi. Bu kirish chiqishlarni hisoblab beradigan tokim. Kirishi shundan bundan tok sotilishi ham qaytib tok o'tib ketishi bitta liniyada bo'ladi, shundan chiqib ketadi. Shuni hisobiga bu hisoblaydi, kirishini ham, chiqishini ham. Bu yoqqa o'tsa ham bitta yo'nalishda hisoblaydi bu. Bundan o'tib bunga keladi. Bu quyosh invertoriga kirishi. Bunga kelgan joyida mana bundan kirib quyosh invertoriga ketsa, tegidan bunga ham keladi, mana bu qismiga keladi. Uyga bypass bo'lishi uchun bundan ham quyosh invertoriga ketadi, ham bypass rejimga ketadi. Tepaga ko'tarsam bez invertor primo ishlaydi. Xo'p, invertorga boradi, invertordan qaytib kelib, mana bundan invertorga chiqishi. Chiqib bunga ulanadi. Bu invertor rejim pastga o'tsa, invertordan chiqadigan rejim bo'ladi. Shu joyga qo'shimcha qilib ketaman. Bu perkuchator vazifasi invertor kirishi bilan chiqishini bir-biriga qo'shib bo'lmaydi, invertor kuyadi. Bypass rejimga olganda bir-biriga to'qnash kelmaydi kirish chiqishi. Bundan invertor ikkalasi yo davlatdan yo invertordan ishlaydigan liniya chiqadi-da, bunga uyga ketadigan nagruzka bu. Uy tok bilan ta'minlaydigan. Bundan chiqadi-da, mana bunga keladi. Bu bizda bu ham Wi-Fi relay. Buni distansionni boshqarsa bo'ladi. Bu mana shu funksiyalarning hammasi bunda bor. Qo'shimcha yana bularning funksiyasi bor, uni aytib o'taman. Xo'p, bunga keladi. Wi-Fi dan buni men o'zim ishxonadan turib o'chirib qo'yayman. Buni uchalasini ham o'chirib yoqsam bo'ladi. Uchalasida ham issiqlikka datchigi bor. Sim qizisa yoki xonada qizib 60 gradusdan issiqlikni sezadigan bo'lsa, uchalasida ham o'chirib qo'yish rejimi bor. 60 gradusdan oshganda bu uchalasi ham hamma tok o'chirib qo'yadi. Invertorda quyosh panelidan olingan toki uyga yoki davlatga sotishga ketadigan joyi bo'lmasa, nagruzkasi bo'lmasa, invertor ham tokni почти o'chiradi, arzimagan tok chiqaradi. Shuni hisobidan zamikani bo'layotgan toklar ham o'chadi, to'xtatadi. Kunlik, oylik, yillik hisoblash ishchi bor, soatlik. Qo'shimcha qilib ketaman, bular 63 amper ko'taradi. Xo'p, kirish chiqishini hisoblab beradi. Endi bunisi mabodoga men primo ishlatadigan bo'lsam, bundan o'chadi-da, bundan hisoblaydi. Kirish bundan bo'ladi. Bypass rejimga bundan o'tkazganman. Bypassga o'tib, bundan chiqib ketadi. Men buni nimaga qo'ydimki, bundan tok kirishini ham chiqishini qo'shib hisoblasam, bunga o'tkazganimdan keyin men buni plus minus qila olmayman, chunki bu ikkalasini bitta misol 2 olib 3 beradigan bo'lsam, 5 hisoblab oladi. Buni bunga o'tkazib qo'yadigan bo'lsam, 2 ni bu yozadi, 3 ni bu yozadi. Alohida. Shunda uchalasidan plus minus qilib, qancha tok olganimni hisoblab olaman. Uchalasi ham Wi-Fi dan o'chirib qo'yayman, xonadan turib. Uchalasida ham qancha tok ketganini hisoblab olaman. Ishchi funksiyasi bor. Uchalasida ham issiqlikdan o'chadigan funksiyasi bor. Undan tashqari relay напряжение ham bo'ladi. Misol tok kamayib ketsa, tok ko'payib ketsa ham o'chirishadi. Xo'p, yana nima bor? Zamikaniyaga bor. Funksiyalar buni rosa ko'p. Buni bir alohida tushuntirish kerak bo'ladi. Yana qo'shimcha shu joyiga, bu uchalasi bir xil narsa, boshida ikkitasini ekrani yo'q faqat. Uchinchisida ekranli. Uchalasi ham telefonga ulangan, Wi-Fi dan telefonda ko'rsatadi, ekran shart emas. Uzib обязательно qo'yiladi, uzib bunga qo'yiladi. Davlat toki ko'payib ketsa yo chaqmoq urib nimadir bo'lib invertorga tok kelishini, kuydirishini oldini olish uchun uzib buni vazifasi tok ko'payib ketsa, zamikaniya beradi, ham avtomatik taqalat o'chib qo'yadi. Endi bu 50 amperdan qo'yilgan, sababi 50 amperlik ertingning baribir 15 kilovatga chiqib qoladi. Meniki ham zapasi bilan qo'yganman. 63 qo'ysa ham bo'ladi. 15 kilovatga. 15 kilovatga 63 amperlik qo'yiladi. Bu bypass bo'lish uchun. Mabodo invertor buzilsa, uni tepaga o'tkazib qo'ysam, invertorga olib ketaveraman. Hamma sistema ham ishlayveradi uyimda. Alohidasini tortib yurmayman, invertorga olib keta olaman. Simlarim menda xo'p. Invertorga ishchidan kelgani 10 kvadrat kelgan, 50 amper ko'taradi. Uyga berganim 6 kvadrat ketgan. 6 kvadrat, adashmasam 30 amper ko'taradi. Xo'p. 50 amperlik simimizni adashmasam 11 kilovat ko'taradi. Hop. 30 amper deganim bu 220 ni 30 ga ko'paytiriladi. 6 kilovat 600 watt bo'ladi. Xo'p, endi sheetimizni quyosh panelidan kelgan DC avtomat. Avtomat обязательно DC bo'lishi kerak. Uzib chaqmoq kelsa, buni shaqillatib o'chirib beradi yoki buni kuydirib beradi. Zamikani chiqarib beradi bu. Ostchi tokka zazimleniga jo'natadi-da, zamikani qilib turib, yo buni kuydirib beradi, birdan qaytaradi. Yoki buni o'ttirib beradi.
Buni ichida predakonitorlar bor. Qo'lga kelmayapti. Hop, 20 amperlik predakonitorlar qo'yganman. Hop, menda ikkita poli bo'lganligi uchun 5 kilovatga bu javob beradi, 5 kilovatga bunisi javob beradi. Bu yerda ham shu uzib avtomat DC и Thomson. Buni Xitoydan zakaz qilganman. Thomson ishonchliroq. Qizib ketib kuymaydi. Hatto mana bundan qo'ydim. Qizib ketib ichi erib ketdi. Qizib yomon qattiq qizadi. Keyin yana bir Thomson ham bo'ldi. Thomsonni ham yaxshi kontakt tegmaganligiga erib qizib 120-140 gradusga chiqqandan keyin yonib ketdi. Bunaqa narsadan qo'rqish kerak. Bu predakonitor bunga yaxshi joylashmaganidan qizib qolgan ekan bu. Ana agar bu erib oqib tushadigan bo'lsa, bu endi oqadigan material emas u. Yong'in chiqish xavfi bo'lishi mumkin. Chunki ko'p internetda ko'rgansizlar, simlarni bir-biriga tegizganda duvga chiqadi. Oqib tushadigan emas-ku, ichida temalar mushiydi, lekin nabodoga o'sha duvga bo'lishi mumkin. No, вероятность kamroq. Обязательно buni o'rnatgandan keyin qizyaptimi, yo'qmi, именно obedda pik paytida yaxshilab ushlab, testlarda tekshirib, qizyaptimi, yo'qmi qarab qo'yish kerak bo'ladi. Bu voltmetrni men akkumulyatorni simiga ulab qo'yganman. Voltni shotdan ko'rib turishga qulay, chunki akkumulyatorni u yoq tarafga simi chiqqanligi hisob uchun, mana simlari bu yoqda bo'lgani uchun ekrani ham bu yoqda noqulay. O'shaning uchun bu yoq tarafga qo'yganman. Demak, ko'rinib turadi, sim ulangan. Hop, shu основной zazemlение обязательно bunga kelgan. Har bitta uzipga kelgan. Bu 220 uzipi. Bu DC uzipi, bu ham DC niki. Bularni men Xitoydan zakaz qilganman. Bular hammasi Xitoydan kelgan. Bu o'zimizda Orizordan olingan. Bular bozordan olingan. Bu Xitoydan kelgan. Bu Orizordan olingan. Buni ham bozordan olganman. Bu 25 amperlik bu. Bunisi ham 25 amperlik. Xo'p. 50 amperdan. Xo'p, yana nima bor bu yerda? Aslında shu. Buni ichiga qanaqasini qo'ysangiz o'shandan tushaveradi. 20 amperlik qo'yganman. Chunki panelda 20 amperdan ko'p bera olmaydi. 15-20 qo'yiladi. Shu simlarga quyosh paneliga PV dan ishlatganman. PV kabel bu o'sha yonmaydigan, zajigalkada yonmaydigan sim. Обязательно bundan ishlatinglar. Sababi hozir ekonom qilsangiz bir 5 yildan keyin baribir chiriydi usti. Boshqatdan yana sim tortib, boshqatdan shuncha chiqib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shuncha sim tortib. Bundan ko'ra ekonom почти yo'q ham, chunki buni hozir 10 talik sim oladigan bo'lsangiz 18 ming turibdi. Bu ham hozir 9 sent deydi, 8,5 sentga tushgan. 10 mingmi qancha bo'ladi shunda? Bunaqa katta raznica bermaydi. Bunda yutasiz. Menimcha arzonroq ham tushsa kerak, chunki men montalikni 18 mingdanmi, 16 mingdan oldim-da. Bu qachondir baribir izolyatsiyasi erib ketadi yoki tomda chirib ketadi. Buni chiramaydi. Zajigalkada yoqsiz ham bu olib ushlab turadi. Sal qattiqroq, sal kaprizniroq, men endi egiluvchanroq bo'ysanadi. Bu sal egilishi sal qattiqroq. Zazimleniga men 6 talik ishlatdim, endi o'zimda borini, lekin 10 talikdan yana tortib qo'yaman boshqatdan. Uziplarga обязательно zazimleni ulanglar, bo'lmasa buni qo'ygandan qo'ymagan yaxshi bir xil bo'lib qoladi. Bu bo'lmaydigan bo'lsa, misol uzip bo'lmaydigan bo'lsa, bu ikkalasi ham почти ishlamaydi. Bu o'zidan o'zi otmaydi, o'zidan o'zi yonmaydi. Shunda tok o'tkazib yuboradi, chaqmoq o'tkazib yuboradi, invertor kuyadi. Endi menga bu narsalar kerak emas, oddiy o'rnataman deganlarga uzib qo'yasiz, relay напряжение qo'yasiz, davlat tokiga kirishiga. Buni bu bilan parallel qilasiz, bundan invertorga jo'natasiz. Bunda faza 0 ketadi. Invertordan chiqqanda yana mana faza 0 keladi. Bundan uyga jo'natib olaverasiz. 4 ta narsa bilan ishingiz bitadi. Bu arzonchi varianti. Endi men buni qo'yganim, shu uydan ayollar misol tushunmaydi, uni buni qilgan siz tushuna olmaydi. O'zim ishxonadan o'chirib yoqaman. Endi buni o'rniga men ham avtomat qo'yib qo'yadigan bo'lsam, ertaga haqiqatda ishxonadan hamma narsasini boshqara olaman. Endi bu narsa menga endi keldi. Xitoydan zakaz qildim, AliExpressdan. Keldi, tekshirdim, yaxshi ishlayapti. Endi mana shu o'rniga qo'yib qo'yib, bu yoqqa relay напряжение qo'yib qo'yaman. Tok stabilniy bo'lganda relay напряжение ulab beradi, bo'lmasa ulamaydi. O'shanda hammasi 100% bo'ladi. Bu orqali o'chirib yoqqanimda hamma narsa avtomat hozir ishlayveradi. Men tepasiga joylayman. Endi soddaroq qo'yaman deganlarga 1 2 3 relay relay to'r bo'ladi. 5 6 7 8 9 10 ta 10 kilovatga 10 ta ikkitalikdan 20 ta avtomat ketadigan idish olasizlar. Shu keyinchalik agar men bunaqa narsalar qo'shaman desanglar, unda yana alohida shit qo'shib qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Endi bu narsa siz o'rnataman desanglar, relay напряжение birinchi bo'ladi, keyin invertorga kirishi bo'ladi, invertordan chiqishi bo'ladi, invertorga kirishiga buni ham qo'yasizlar.
chiqishiga kerak emas. Chiqishida bab stabilniy tok chiqadi. Bular отдельный bo'ladi. Bular PV kabel ulab, bundan o'sha invertor kirishiga, quyosh panel kirishiga qilasizlar, ulaysilar. Keyingi videoni обязательно ko'ringlar. U yerda akkumulyator simini ulash, invertor kuydirmaslikni o'rgataman. Akkumulyator invertorga ulashga seriozniy qaranglar, invertor kuyib qolishi bor. Alohida darsi bor, uni o'rganinglar. Videoyimizni xalqimizga xizmat qilish uchun like bosib, komment yozib qo'yinglar. Menimcha hamma narsani aytdim. Yana savollar bo'lsa kommentariy yozsanglar, javobini beraman. Video qilib olib tashlab beraman.